Alloh subhanahu va taolo o'zini roziligini, ota-onani roziligini ortiga yashiradi. Farzandlar, o'g'illar, qizlar agar Robbalarini rozi qilmoqchi bo'lsalar, ota-onalarini roziligidan keyin rozi qiladilar Robbalarini. Qoidani ko'ryapsizmi? Hatto tirikligida xizmatlarini qilgach, vafotlaridan keyin ham ota-onaning xizmatini qilishga buyurar ekan. Vafotdan keyin ham xizmat qiladi. Vafotdan keyin ham yaxshi duolarda eslaydi. Xayr sadoqatlar qiladi ota-onasining nomidan. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislar borki, kim ota-onasini vafotidan keyin ularning nomidan haj qilsa, bir qul ozod qilganning savobini oladi. Hamda ota-onasiga hech ham nuqson tegmagan hajni savobi beriladi. Haqiqatan ham haj qilgan bo'ladi. U ota-ona dunyoda haj qilmay o'tibdi, masalan. Bola ota-onasi vafot qildi-yu, nima xizmat qilsam ekan? Nima qilsam yaxshilik qilgan bo'laman ota-onamga deb dard chekib yuradi. Eng buyuk xizmatlardan biri agar o'zi haj qilgan bo'lsa, ota-onasiga ham bir haj qilsin. Qodir bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Birinchidan bu haj haqiqatan haj bo'ladi. Ota-onasining nomidan haqiqatan haj bo'ladi va o'zi ham benasib qolmaydi. O'zi ham hajini savobini oladi. Hamda bir qul ozod qilganning savobini olar ekan. Nimaga? Ota-onasiga yaxshilik qilgani uchun.